ketgan. Nima, meni hech kim kutib olmayapti? Otash Qobil Rossiyadan keladi, hech kim kutmasa. Ya! Shu qo'ylarni ko'rsam yoshligim. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Azamat? Rahmat. Mana ochki senga Moskvadan olib keldim. Rahmat. Tanidingmi? Ha, tanidim. Enam qani? Uydalar. Ekanlaringizni olib Ey, keldim. menga qara. Ena! Assalomu alaykum. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Eslab gohi tanam muz qotsa, yurak yonib cho'g'idan qancha bo'ldi. Sog'inchimni sixga tortib o'tilasan. To'qondan toshgancha bo'ldi. Malohatda senan o'tding aylida. Qanoatda majnunam mancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. Qishloqdoshlar, sizlarga poytaxtdan kelgan Jaloliddin Ahmadaliyev kuylaydi. Marhamat, keling. Dilbar hayotda yetolmadim vaslinga. Hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. Hayotda yetolmadim vaslinga. Hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan shaltirancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan shaltirancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar Soy dünya hacrin yürekka. Huk emas tuz atsan tappancha bo'ldi. Şahsız soy dünya hacrin yürekka. Huk emas tuz atsan tappancha bo'ldi. Aybing anang seni chiroyli tuqqan. Muhammad Yusuf aytgancha bo'ldi. Aybing anang seni chiroyli tuqqan. Muhammad Yusuf aytgancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar Aka, yaxshi keldingizmi? Rais to'g'liga nima bo'ldi? Rais to'g'liligi qopdimi? Alka sho'p ketgan. Ha, yo'q. Ha, mayli. So'mkada nimalar olib keldingiz? Kiriga. dilbar